Assalomu alaykum hurmatli YouTube kuzatuvchilar, obunachilar. Bugungi kunimiz 4-yanvar haftaning yakshanba kuni. Xudo xolasa yangi yillarni o'tib yana savdogarlar sekin-sekin chiqib bozor boshlandi. Hozir soatimiz 7 bo'lyapti. Tongi soat 5 da boshlanadi bozorimiz. Yakshanba, chorshanba kunlari bo'ladi. Akamiz do'konni chiroylab video qilib qo'yamiz, xudo xolasa. Hammaga manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Bugungi videolarimiz ishlari o'ta sifatli, chiroyli. Dvoyka, troyka degandek xil fasollarda tikilgan ishlar. Ko'ylakchalar qaranglar, o'ta chiroyli. Ham zamonaviy, ham milliy deydimi. Kiyimlar, ayna samonlari o'ta chiroyli. Bugungi zakasimizdan bir akaga tushgan, zakasi tushgan shundan. Troyka ekan bu. Bundan bir pachka oldik bitta razmerda. Rasvetkalar ham 4-5 xil rasvetkalar va yubkasi, kamzirchasi, koftachasi. Troyka, dvoyka. Mana ishlar ko'ringlar. Mana shu ikkalasidan bir pachkadan zakasi tushgan. Qashqadaryolik bir akamizga. Ular aynali. Ular necha yoshga tushadi? Maktab o'rniga o'qishgan. Birinchi sinf, ikkinchi sinf ekan. Narxlarni ham olsak ketaversa, bular qanchadan? 35 mingdan. Bular 35 mingdan Spartikka. Ikkinchi sinf, uchinchi sinf ekan razmerlar, ikkitaliga. Bular troykalar. 3 yosh, 5 yosh, 7 yosh. 3 yosh, 5 yosh, 7 yosh. 35 35 ming. ming. Shu oxirigacha rasvetka ekan ha bo'lmasa. Mana ular aka 40 mingdan. 40 ming so'mdan bular. Troyka bular. Bular ham troyka ekan. 50. Bular 50 ming so'm. Bular yoshi nechi? 3, 5, 7. 3, 5, 7 3 talik razmer ekan. Bu 2 talik, Bu 2 talik, bular 2 talik. Bular 2 talik ekan. Tevadolar kashmir. Dvoyka. Ular qanchadan tevadolar? 45 ming. Tevadagilar 45 ming so'mdan ekan. Bu draplarimiz dvoyka aka yubkasi bilan 50 ming. Bular draplar ekan, dvoyka, yubkali, keyin mana shu paltochasi bor ekan. Narxi 50 ming so'mdan ekan. Rasvetkalari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 xil rasvetkasi bor ekan. Bular aka tepadagilar 2 talik ekan. 6, 7, 8. Ana kamzir bilan ko'pda 3 talik emasmi? Troyka. Troyka ekan. Razmeri 2 talik ekan. Troyka ekan. Necha yosh ular? Shu 7, 8 yoshlarga tushadigan. 6 yoshdan to 8 yoshgacha ekan. Narxi qancha? 50. 50 ming so'm ekan. Mana ular bor aka dvoyka. Bular dvoyka. Ishton lozimi bilan material. Ishtoncha, lozimchasi bor ekan. Nima ishtoncha, ko'ftacha? Ha. Ishtoncha, ko'ftacha lozim. Bu nech pul? 25 ming. Narxi 25 ming so'm ekan. Bunda rasvetkasi bormi? Yo'q, mana shu hozir eng chiroyli svet. Hozir eng chiroyli svet chiqarib shu bitta rangdan bor ekan. Bularchi? Buni Bularimiz bolachilar. dvoyka bular. Bular dvoyka, narxi nech pul? Bularda 35 ming. Narxi 35 ming so'mdan ekan. Kimonolarchi o'ta chiroyli paltochilarmi bular? Ya bular o'rtacha chiqqan, shuning uchun ochib o'rganamiz yo'q. O'rtacha? Ha. Qanaqa endi? 20 mingdan. Narxi 20 ming so'm ko'rsak bo'ladimi? Transferga chiqqan uchun material o'rtacha chiqdi-da hali o'rtacha material ekan. nima ham basting? Narxi 20 ming so'm ekan. Skidka narxi o'sha. Narxi 20 ming so'm ekan. Keyin uni kurtkangiz ham bor ekan. Ha, bular ham bor. Keyin hozircha ham bor. Bu kurtka qancha? 80 ming. Bu kurtka 80 ming so'm ekan, mana shu kurtka arzon. 80 ming so'm 3 dona qopdi. Buni bor. Keyin mana bu kamzirchalardan bor ekan. Bular ham o'ta zo'r, ham sifatli, ham o'ta chiroyli ishlardan bular. Narxi nech pul? 3, 4, 5 yoshlarga tushar ekan. Narxi 20 ming so'mdan ekan kamzirchani. Rasvetkalari shu bir 3 xil rasvetkasi bor ekan. Buni nech pul? Bu Spartika aka. Adashmasam, shundan ham menda zakasi bor edi. Bular 50 ming. Buni narxi 50 ming so'm ekan. Skidkaga 50 ming so'm ekan, 60 ming sotilgan ekan. Buni razmerlari bor ekan. Nechtalik razmer?
Yo'q, bittalik razmeri bir 3-4-sini 5-sinfgacha tushiradi. Ha, Katta ishlaganmiz bittalik razmer, katta ishlaganiga 3-chi, 4-chi, 5-chi sinflarga tusharar ekan, standart razmer ekan. Do'konning raqami 116 shu yo'lda ustida bozorni nimasida. Bularni aytmadingmi? Diyor, Bittalik razmer. ikkitalik razmer, 4 yosh, 6 yosh. 4 yosh, 6 yosh, narxi necha bu? 45. Narxi 45 ming so'mdan ekan. Nomeringizni aytib qo'yaylikmi? Ha, 90 lik. Telefon nomerlari 90lik 550 550 80 8002 raqamiga aloqaga chiqinglar. Bizda yuk yig'ib berish xizmati mavjud. Kuryer xizmati. Telefon nomerlarimiz 33lik 309 41 87. Mana shu nomerda Telegram bor. Shunga kirsalang, o'zimizda Telegram kanalimiz bor. Har bitta ishlarni narxlarigacha, razmerlarigacha qo'yib berganmiz. Zakaz berishga qulay bo'lish uchun shu nomerda Telegramimizda shu kanalimiz silkasi bor. Keyin yana qo'shimcha nomerlarimiz bor. Shu nomerda 33liga 90 33lik 309 41 87 nomerimizda 93 94liklari ham bor. Aloqaga chiqinglar, hamkorlikda ishlaymiz, xudo xolasa.